İlgari dunyoda mundaq bir tangdoshsiz talant egasi yashab o'tgan. Cho'qim astoydil anglang. Bu video balkim sizning uch-xil qarashingizni ag'dirib o'tishi mumkin. Milodiya 1879-yili Germaniyaning Ulm shahrida bir ko'zga chiliqmaydigan buvoq dunyoga keldi. Lekin odamning ishongisi kelmaydigani faqat necha yil vaqtida u o'z qo'li bilan bugungi fizik ilmining osmon falak binosini qurib chiqdi. U o'tirib qo'ygan nisbiylik nazariyasi ta bugunga qadar dunyoga ta'sir ko'rsatib kelyotdi. Bu odam dal Albert Einstein. Bugungi fizik ilmiy dunyosida birdan-bir Newton bilan bir qatorda qo'yish bo'ladigan Einsteinning dadasi Hermann bo'lsa bir savdogar, apsi Pauline Craig kichikdan boshlabla yaxshi tarbiya ko'rgan bo'lib, bir pianist edi. Einstein tug'ilgandan keyingi necha yilda ota-onasi uning gap qilishni o'rganish suratining ostligini bayqagan. U 2 yoshdan keyin ondan so'zlarni ishlatishni o'rgangan. Oilasidagilar bundan nihoyat ansirgan. Uning keyin o'rganishda to'solg'i uchrashidan qo'rqqan. 5 yoshlik tug'ilgan kunida Einstein dadasi bergan sovg'atni topshirib oldi. Bu bo'lsa bir ko'zga chiliqmaydigan kompas edi, lekin mana shu kichikina narsa uning butun umrini o'zgartdi. U magnetosritis paydo qilgan g'ayriy harakat tarafidan cho'nqur maftun qilinadi hamda bu uning fizik ilmiga nisbatan quyuq qiziqish paydo bo'lishiga ta'sir ko'rsatdi. Keyin opasining ta'sir ostida Einstein iskirib yugindi hamda har qaysi jihatlarda asta-asta o'xshash yoshliklarga yetishib olishga boshlaydi. 8 yosh vaqtida u maktab almashib Lutpold o'rta maktabga keladi. Bu yerda u tabiiy fandagi kishining cho'chikidek talantini joriy qildirdi hamda o'xshash yoshliklarni asta-asta orqaga tashlashga boshlaydi. 1896-yili u Syurix tabiiy fanlar instituti tarafidan qabul qilindi hamda o'z hayotidagi tunji parcha fizik ilmiy maqolasini yozib tamomlaydi. Bilishimiz kerakki, u vaqtdagi Einstein amdila 17 yoshga kirgan edi. Oliy maktabda o'qigan mezgilda u kelguslik ayoli Meliva Marish bilan uchrashdi. Qiziqishi o'xshash bo'lganlikdan ikkisi nihoyat tezda muhabbat daryosiga g'arq bo'ladi. 1900-yili maktab bitirgandan keyin Einstein ham yerda xizmat izlashga boshlaydi. Bunday desam siz ishonmasligingiz mumkin. U sonsizlagan xizmat izlashga tarqatgan bo'lsa-mu, lekin bir odammi unga qarab qo'ymaydi. Talaylik bo'lgani oliy maktabdagi do'stining yordam ostida u Shveysariya patent idorasining bir ma'muriga aylandi. U vaqtda ilm-fan dunyosi intayin manmanch edi. Termodinamikachisi William Thomson 1900-yili fizik ilmida allaqachon bayqug'idek hech qanday yangi narsa qolmadi. Qolgani faqat o'lchamda texnik to'g'rilash degan edi. Lekin kishilar klassik fizik ilmining binosi yig'ilish oldi turayotganligini xiyoliga keltirmagan edi. Ish turtkichi darvaqa bir patent idorasining oddiy ma'mur edi. 1905-yili Einstein nisbiylik nazariyasini o'z ichiga olgan jami 5 parcha inqilob xarakterli fizik ilmiy maqolasini e'lon qilib, ilm-fan dunyosida cho'ng g'ulg'ula paydo qildi. Bu yil kishilar tarafidan Einstein mo'jizali deb atalgan. Shuningdan keyin Einstein bara-bara yip-yangi bo'lgan bir fizik impressiyani qurib chiqishga boshlaydi. 1921-yili fotoelektr effekti tadqiqotiga zo'r tuhfa qo'shganlikdan Einstein Nobel fizik mukofotiga erishadi. 1932-yili 53 yoshlik Einstein Amerikaga ko'chman bo'ladi hamda o'xshash bir nazariyani qitirqinib tadqiq qiladi. 1955-yili 4-oyning 18-kuni saharda tuyuqsiz mengziga qonchish sababidan 76 yoshlik Einstein bu dunyodan mana shunday ayriladi. Einstein olamdan o'tgandan keyin kishilar uning karavotinin yanida 12 bet nihoyat izi chizilgan formulalarning original qog'ozini bayqagan bo'lib, uning ham yeri o'chirilgan izlar bilan to'lgan edi. Umrining eng oxirigacha u yanada shu tepib chiqish qiyin bo'lgan o'xshash bir maydon nazariya ustida jafoliq izlangan edi. Bu dunyoda ilgari nurg'ulg'an alayda talant egalari borliq kelgan, lekin Einsteinning alayda yeri bo'lsa, uning olamni kezalaydigan ideyasi va ro'yida. U ilm-fan dengizining tanho okeanlaridami tamkin tura oladi. Hamda hayotlikning ahamiyatini qo'g'lash jihatdami o'zini aniq tuniy oladi. U qiziga yozgan eng oxirgi bir parcha xatida mundaq degan: Agar biz o'z turimizni yashash imkoniyatiga ega qilishni o'ylasak, agar biz hayotimizni ahamiyatli qilishni o'ylasak, agar biz bu dunyoni hamda uning ichida makonlashgan har bir tirik ruhni qutuldirishni o'ylasak, undaqda muhabbat dal birdan-bir javob. Insonlar mayli taraqqiy qilib qaysi darajaga yetsin, muhabbat boshdan oxir biz ega bo'la olgan eng chong energiya. Einstein oxirida olamdagi eng chong energiya holatini bayqadi, lekin biz bu nazariyaga nom berolmadik. Balki hech qanday odam uni tushunolmasligi va bayqay olmasligi mumkin. Mana bu dal Einsteinning butun umridagi eng chong tuhfasi. Insoniyatning davomli sabab bo'lsa muhabbat. Agar muhabbat bo'lmasa, insonlar yana mavjud bo'lishining asosiy sharoitlarini hozirlay olmaydi. Biz doim deymiz, rahimsiz urush insonlarni vayron qiladi. Sadi urush insonlarni vayron qilamdi yoki rahimsizlikmi? Einsteinning eng oxirgi bayqish amaliyotda allaqachon fizik ilmining doirasidan olqib ketdi. Afsuslanarli faqat uni tushunadigan odamlar haqiqatan nihoyat oz. Tegi taktidan aytganda, u mayli ilohshunoslikka tava bo'lsin yoki falsafaga tava bo'lsin, bizning qarashimizcha u ancha muhim emas. Insoniyat madaniyatida eng muhim bo'lgani amaliyotda faqat bir xat, u da muhabbat.